Bernardo Silva Real Madrid futbolchisi do'stlar. Ha, bu rasman aniq bo'ldi. Florentino Perez Bernardoni Realga o'tishga ko'ndirgan va Fabrizio ham buni ijtimoiy tarmoqda e'lon qildi do'stlar. Endi bir qancha savollar tug'ilmoqda. Xo'sh, Realning qaysi pozitsiyasida to'p so'radi Bernardo? O'zi umuman Realga tushadigan futbolchimi? Hozir bularni sizlar bilan birgalikda tahlil qilamiz. Undan oldin kanalimga obuna bo'ling. Futbolga oid mana shunaqangi tezkor va ajoyib tahliliy videolar faqat bizning sahifamizda. Unda boshladik do'stlar. Bilasizmi do'stlar, bu dunyoda Florentino Perez bir ayyor inson, ayyor prezident bo'lmasa kerak. Hamma jahon chempionatining ochilish o'yini bilan band bo'lib turgan, hamma jahon chempionatining ochilish o'yini bilan chalg'ib turgan vaqtda Florentino Perez Bernardo Silvani olib kelyapti. Uning ayyorligi nimada bilasizmi do'stlar? Barselona bu futbolchiga allaqachon qiziqishni boshlagandi. Laporta uni jamoaga olib kelish uchun bundan ancha vaqt oldin kirishgandi. Biroq Florentino Perez ilib ketmoqda do'stlar va u endi Real Madrid futbolchisi. Xo'p, Bernardo Silva qaysi pozitsiyada o'ynaydi? Bernardo Silva bilasiz, universal futbolchi, yarim himoyada ham, tayanch yarim himoyasida ham kerak bo'lsa va o'sha hujumda o'ng qanot winger sifatida ham o'ynay oladi. Bu degani Rodrigo yil oxirigacha jarohatda, Masantuono ketishi ko'p ehtimol aniq bo'lib ulgurdi va Bernardo Silva ko'p ehtimol Realning o'ng qanot winger sifatida, ya'ni o'ng qanot hujumida o'ynaydi va Realning keyingi mavsumdagi taxminiy hujumchiligi Kylian Mbappe markazida, chapda Vinicius Junior va o'ngda Bernardo Silva bo'lyapti do'stlar va bu ajoyib trio bo'la oladi. Agar Bernardo Silva Manchester City safidagi, Portugaliya safidagi ajoyib o'yinlarni ko'rsata oladigan bo'lsa va Realga ham tushadigan futbolchi, umuman anchadan beri o'zi Realning o'ng qanotida bir yaxshi saviyali winger paydo bo'lmayotganda chap oyoqli o'sha Baledan keyin, Asensiodan keyin va mana Bernardo Silva keldi. Endi esa bu nozik nuqtani, bu kemtik nuqtani yopa oladi degan umiddamiz.